bo'lmoqchi degan ko'rsatuvga Ozodbek Nazarbekov chiqdi-da. Ozodbek Nazarbekov vazir bo'lgani uchun shunaqangi oson savollar berdi. Bayram bo'lgani uchunmi? Unga pul problema emas. No, oddiy xalq chiqqanida shunaqangi qiyin savollar berib, qiynab qo'yishadi. Men kuzatdim, slishkom oson savol berib turibdi. Judayam. U prямо 70 millionga o'tib ketdi, уже 100 million. Pul без problemda, endi vazirda endi nima qilamiz? Odamlar to'g'ri tushunadi. Boshqa birov o'sha klik orqali, Uzcard orqali qandaydir shartlari bor, o'sha o'yinga qatnashdi. Bir amallab o'sha o'yinga qatnashadi. No, shunaqangi og'ir savollar, qiyin savollar tayyorlab qo'yadi. Ular kim millioner bo'lmoqchi degan ko'rsatuvni nimasiga yarasha bo'lmaydi. Kim millioner bo'lishni orzu qiladi, orzu qilgan holatda qaytib ketadi deganday ibora u. No, просто vazirlari mana Ozodbek deganga o'xshagan mashhur san'atkorlar chiqaradi, oson savollar berib, ularga pul yutuqlarini shunaqa qiladi. Rahmat sizga, Rixsitilla aka, malades, zo'r ish qildingiz. Endi balkim bu sizga bog'liq emasdir. No, nima deydi? Oddiy xalqda boshqacha ko'zda ko'rasizlar. Unvoni bor yoki bo'lmasam qanaqadir mansabi bor.